Zlatan Barselonada o'ynab yurgan paytlari Gvardiola bilan ko'p janjallashgan. Bunga sabab asosan Pepning o'yin taktikasi bo'lgan. Gvardiola mayda paslar orqali hujumlar uyushtirish inqilobini endi boshlaganida bo'ydor Zlatan havodan uzatilajak to'plar kamayib ketgandan nolirdi. Messi, Iniesta va Xavi uchligi bir-biri bilan rohatlanib o'ynashni istashardi-yu, hujumdagi bo'ydor yigitga to'p uzatmasa muxlislar to'g'ri tushunmasliklarini bilib, istamasdan ikkinchi qavatdan to'p yetkazishardi. Oxiri bu kelishmovchilik Zlatanning Barsani tark etishi bilan tugadi. Shvetsiyalik yulduz Mourinho qo'l ostida Interda o'ynagan. Oxirgisi Manchester Unitedda. Zlatanning xarakteri portugaliyalik mutaxassisga shunaqa ham mos tushib qoldiki, ular haligacha bir-biri haqida faqat iliq gaplar aytishadi. Ko'zguda o'zini ko'rgandek bo'ldi, Zlatan Maurga qarar ekan. Jose ham Ibrohimovich tabiatidagi telbalikni darhol tanidi. Mourinho Zlatanni haddan tashqari yaxshi ko'radi. Oddiy misol o'laroq Interning Juventus bilan kechgan o'yini. Mauro endigina Italiya seriyasiga tashrif buyurganida ushbu hujumchisiga qattiq ishonardi. O'sha paytlari Turin superklubi endi A seriyaga qaytgan bo'lsa-da, baribir Juventus edi. O'sha kuni Zlatanning o'yini umuman chiqmadi. Harakatlardan ko'rinib turardiki, hatto to'pni o'ziga bo'ysundirib olishda hamki xatolarga yo'l qo'yardi. Bu holatni his qilgan Shved birinchi bo'lim oxirlaridanoq murabbiydan o'zini almashtirishni so'ray boshladi. So'rayverdi. Mourinho esa unga e'tibor bermasdi. Umuman e'tibor bermasdi. E'tibor berishni da istamasdi. Birinchi zaxira futbolchisi tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Ibrohimovich hozir meni olsa kerak deb o'yladi. Ammo portugaliyalik mutaxassisning ko'zlari boshqa o'yinchini ko'rgandi. Birinchi zaxira imkoniyati ketdi. Yana o'yin davom etardi. Zlatanning o'yini qovushmasdi. Raqib darvozasi sari yo'llayotgan zarbalari umuman o'xshamasdi. Kichik jarohat olgani bois ham o'zini maydondan olishini talab qilardi Maurga. Jose nihoyat yana bir futbolchini almashtirish rejasi borligini ma'lum qildi. Zlatan yana umid ko'zlari bilan qaray boshladi unga. Har holda tushayotgan bola hujumchi-ku, meni olsa kerak deb o'yladi yana. Ammo futbolchining raqami ko'rsatilganda birinchi bo'limda gol urgan va Zlatandan ko'ra yaxshiroq harakat qilayotgan Balotelli alishishi lozimligini ko'rdi hamma. Ibrohimovich bu holatga umuman chiday olmasa-da, o'zining qo'sh tirnoq ichidagi shirin so'zlarini dariq tutmadi. O'yin tugayotgan paytda birgina zaxira ham amalga oshirildi. Bu safar sharhlovchilar ham kulib yuborishdi. Chunki tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchining ampulvasi endi darvozabon edi. Darvozabon, demak Zlatan oxirigacha o'ynaydi. Majbur, mahkum. Aniqrog'i Mourinho shvetsiyalik hujumchiga gol urishing shart deyayotgandek. Gol urmasang o'yin tugagach ham maydonni tark etmaysan deyayotgandek. Va Zlatan o'sha ordona qolgur golini urdi. Shu senga kerakmi degandek urdi o'sha golni. Bu qadar ishonchni suiiste'mol qilish yaxshi emasdi. Dunyoda biror bir murabbiy Zlatanga bu qadar ko'p ishonmagan bo'lsa kerak. Shu bois Ibrohimovich Manchester United eshiklarini qarib qolganda ham bemalol tepib kira oldi. Yana ishonadi dedi u va ishonch haligacha davom etmoqda.